Assalomu alaykum, hurmatli sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnali ixlosmandlari. Bugun sizlarga sanoatda raqamli texnologiyalar ilmiy-texnik jurnalining rasmiy sayti ct-journal.uz orqali to'g'ridan-to'g'ri maqola yuborish tartibi bo'yicha o'rganamiz. Va bu ishni amalga oshirishdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha misol uchun o'zingizga berilgan atsesda imya familiyalar to'ldirasizda. Bu yerda asosan tashkilotingiz nomi ko'rsatiladi. O'zbekiston bu yerdan tanlanadi. Registratsiyadan o'tish jarayonlari to'liq amalga oshirgandan keyin parollar qo'yasiz, admin username qo'yasiz, ya'ni asosiy sizda nickname hisoblanadi, login sifatida ishlatiladi. Pasportda esa parolingiz va qaytadan o'sha parolni kiritishingiz mumkin bo'ladi. U ixtiyoriy tartibda va tasdiqlash jarayonlarida yuqoridagi mualliflik va o'quvchi sifatida va shu bilan birgalikda tadrischi sifatida o'z faoliyatlaringizni ham ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Tadrischi sifatida faoliyatlarni ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Tadrischi sifatida ko'rsatadigan bo'lsangiz, bu bizani institutimizda o'sha sanoat raqamli texnologiya ilmiy-texnik jurnali muharrirlar tomonidan ko'rib chiqiladida, keyin tasdiqlanadi va faoliyat sifatida qayta ko'rib chiqishlari va tasdiqlashi mumkin bo'ladi. Demak, shu holatda registratsiyadan o'tasiz va registr tugmasini bosgan holatda registratsiyadan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Endi hozir menda login parol bor. Sizlarga maqolani yuklash bo'yicha yo'riqnomalar bo'yicha tanishib chiqamiz. Misol uchun men hozir muallif, ya'ni avtor sifatida login parol pulim bor. O'sha orqali men maqolani yuklash tartibini sizlarga ko'rsatib beraman. Bularni afzalliklarini ham batafsil tushuntiraman. Demak, men o'sha login parolim bilan kirdim. Shaxsiy kabinetga kiramiz. Yoki so'rov yuborishni bossangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Shaxsiy kabinetga kirganingizdan keyin sizning ism familiyangiz mana yerda ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar. Misol uchun Najmiddin bu asosiy familiya, ism va Boymurod. Men o'zimni muallif sifatida ko'rsatyapman. Buni inglizcha va ruscha variantlarini ham kiritishimiz kerak bo'ladi bizlar tilida. Mana shu yerga bitta narsaga e'tibor bering. Bu yerga ism degan joyga birdan adreslarni qo'shib kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki muallif sifatida to'g'ridan-to'g'ri o'sha narsa to'g'ridan-to'g'ri to'ldiriladi. Ushbu muallif agar maqola berayotgan bo'lsa. Chiqamiz. Keyingisi mana yerda qisqartirilgan ism familiyani kiritish kerak bo'ladi. Misol uchun virgul qo'yiladi. Birinchida bo'lib ketgan ekan. Demak, m.a. Xuddi shu narsani inglizcha versiyasiga ham ko'chirib qo'yaman, chunki inglizchaga ham to'g'ri keladi menga. Bunda bir ism familiyasida noto'g'ri ketgan bo'lsa, o'shani o'zgartirish mumkin bo'ladi. Va ruschasida endi kiritamiz.
buni saqlab qo'ysak bo'ladi. Keyin to'ldiriladigan joylar bor, kontakt manzillari bor. Kontakt manzillaringizda login parollaringizni ko'rsatishingiz mumkin, telefon raqamingizni ko'rsatishingiz mumkin. Bu telefon raqam mana bu yerda asosan nima deydi? Tashkilingizni ko'rsatishingiz mumkin. Misol uchun Qarshi texnik universitetidaymiz. Va virgul qo'yamizda o'sha yerga Qarshi virgul O'zbekiston. O'zbekiston. Demak, inglizchasiga ham Qarshi shtat. Technical University. Qarshi O'zbekiston. Tarjimondan foydalansak ham bo'ladi. Qarshiyskiy gazete, Technical Universitet, Qarshi O'zbekiston. Shuni olamizda ko'chirib qo'yamiz. Bizada bu yoqqa ruschasi bo'lishi kerak ekanda, narigi tomonda inglizchasi bo'lishi kerak ekan. To'g'ri bo'ldi. Davlatni tanlaysiz. Ish faoliyat olib borish jarayonlarini inglizcha va o'zbekcha xohlagan variantda o'zingizga tanlashingiz mumkin bo'ladi. Tasdiqlaysiz. Bo'ldi. Asosiy siz muallif sifatida shu yerdan kiritiladigan asosiy ma'lumotlar shularni iborat bo'ladi. Bu yerda siz o'zingizni tanlashingiz mumkin. Reader va autor sifatida, autor sifatida belgilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Public. Demak, publicda nima deydi, rasmingizda, ma'lumotlaringizda, ORSID raqamlaringizda ko'rsatishingiz mumkin. Misol uchun ORSID raqamlarini ko'rsatib, o'zingizda to'liq mualliflik bo'yicha ma'lumotlaringizni, davralaringizni kiritishingiz mumkin. Misol uchun, men o'zimda ORSID raqamimni kiritaman bu yerda. Mana bu ORSID raqam urug' manzil bilan birgalikda olish kerak bo'ladi, chunki saytga biz urug' manzili bilan qo'ymasak qabul qilmaydi. Misol uchun, kimlardir ORSID raqam o'sha maqolasida bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsaga to'xtalaman. Mana bunisi bo'lmay qolgan bo'lsa, saqlanib kelayotgan paytda ma'lumotlarni so'raydi. Misol uchun, deylik, yo'q deylik. Ana endi so'raydi, nima kiritish. Mana shu yerni ko'chirib olib, mana yerga manzilni qo'yib, keyin saqlantirsa bo'ladi. Parollarni almashtirish imkoniyati mavjud. Demak, endi biz bu jarayondan o'tib bo'ldik. Edit program. Mana yerdan roll bo'yicha kiritilmagan bo'lsa, mana buni tanlab, keyin maqola yuborish imkoniyati bo'ladi. Bu masalada saqlanib qilmasdan turib, bo'ladi. Demak, bizda maqola berish oynasi ochildi. Ko'rib turganingizdek. Endi maqola berishni boshlaymiz. Misol uchun, yangi topshirish tugmasi bosiladi.
yangi topshirish tugmasi bosilganda, misol uchun mana endi o'zimlikdagi maqolam emas, dizayn tartibida tayyorlangan maqolani yuklash tartibini tushuntiraman bu yerda. Birinchi navbatda maqolaning bosh mavzusi qaysi tilda bo'lsa, o'sha mavzuda qo'yilgan bo'ladi, o'sha tilda qo'yilgan bo'ladi. Shuni hisobga olib biza bu asosan kimyo fanlariga to'g'ri keladi, keng texnologiyaga qurilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun mana yerga uchinchi bo'limni tanlaymiz, mavzuni qo'yamiz, o'zbek tilini tanlaymiz. Bu yerdan ketma-ket tasdiqlanadigan qismlar bor. Tasdiqlangandan keyin ijaraga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Va bularni bu joyda ham o'sha maqolaning ma'lumotlarini to'liq 3 ta tildagi ma'lumotlarni to'liq kiritishimiz kerak. Birinchi navbatda kalit so'zlardan boshlanadi. Har bitta virgulni biz alohida kiritishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa kalit so'zlar termini ishlamasligi mumkin bo'ladi. Chunki bu asosan Google'da qidiruv berish jarayonida bu asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, kalit so'zlar kiritildi o'zbek tilidagisi va annotatsiyani kiritamiz. Yani o'zbek tilidagi annotatsiyani olamiz va buni bir xil tartibda belgilab olsak yaxshi bo'ladi. Endi rus tilidagisini kiritamiz. Mavzusi kalit so'zlar kiritib bo'ldik. Abstract bo'lingan joylari shuni alohida qilib bo'ldi. Abstract rus tilida ham kiritildi. Ingliz tili versiyasida kiritamiz. Demak, kalit so'zlar ingliz tilidagisi abstract annotatsiyasi. Endi adabiyotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Oxiriga o'tamiz. Adabiyotlar ro'yxatiga. Mana shu adabiyotlarni birdan boshlab hammasi belgilanadi. Qo'yiladi. Bu 10 ta adabiyot kiritildi va keyingi bosqichga o'tamiz. Endi maqolani yuklash jarayonida bu yerda nafaqat maqolani, balki antipлагiatni ham yuklash kerak bo'ladi. Deylik, misol uchun bizga kiritayotgan maqola 9-maqola hisoblanadi. 9-maqolani yuklayman. Alohida Word varianti yuklanish talabi qo'yiladi va maqola matni deb belgilanadi bu yerda. Va yana add file qilamizda bu yerda hisobotini yuklanadi. Hisobot o'tkazilgan hisobot natijalari bor. O'sha tashqi bloklar bo'yicha muallifimiz maqol berganlar mana shu muallifimizda hisobotlar mavjud. Yuklaymiz. Demak, bu yerda azir boshqa versiyalari, matnlar, ma'lumotlar to'plami, ma'lumotlarni tahlil qilish, tasvirlar, tadqiqot natijalari, tadqiqot matlari, tadqiqot vosita. Bizda tadqiqot buni boshqa versiyada tanlab saqlab qilsak bo'ladi. Va
davom etamiz keyingi jarayonga. Endi bu yerga men o'zimni muallif sifatida dastlabki profilni ko'rsatganim uchun to'g'ridan to'g'ri ko'rsatyapti. Shu narsaga e'tibor beramiz. Buni o'chirib tashlaymiz va muallifni o'zini alohida kiritamiz. Kimdir boshqa kishining nomidan mualliflar boshqa muallif nomidan o'zini profili orqali berayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerdan 3 ta tilda muallifning ma'lumotlari kiritilishi talabi qo'yiladi. Demak, muallif ism familiyasi olinadi. Muallif familiyasi bu yerga qo'yiladi. Muallif ismi bilan adressasi bu yerga qo'yiladi. Keyin o'g'li degan joy bor. O'sha misol uchun Shaymardon o'g'li. Mana shuni bitta qilish kerak bo'ladi. Chunki Google skalarga chiqayotgan paytda muallifni noto'g'ri talqinda chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Elektron pochtasini kiritamiz. Demak, country O'zbekiston. ORSID raqami yo'q, shuning uchun ORSID raqamini kiritmaymiz. Uni tashkilot, ish joyi, lavozimlarni kiritamiz. O'zbek tilidagi kiritib bo'lindi. Endi rus tilidagi registratorni kiritamiz. O'g'li degan joyni qisqartiramiz va tashkilot. Endi bu yerda har bittasiga alohida elektron pochta kiritish shart emas. Bir marta elektron pochta bilan aloqa ya'ni kontakt manzillari bir marta kiritiladi. Faqat ism familiya, ish joylar o'sha ikkita tildagisi alohida kiritiladi. Demak, ingliz tilidagisini kiritamiz. Va mualliflar haqidagi ma'lumotlar joylandi. Bitta muallif, qo'shimcha muallif bo'lsa, yana qo'shimcha kiritish mumkin bo'ladi. Endi davom etamiz. Endi bu yerga maqolamiz o'zbek tilida bo'lganligi uchun qisqa domen sifatida o'z bo'lsa o'z, ingliz bo'lsa n, rus tilida bo'lsa ru, lotin tilida ko'rsatiladi. Xuddi mana shunaqa talqinda. Har uchta tilga ham shunday belgilashimiz kerak bo'ladi. O'z. Bu maqolamiz to'liq o'zbek tilida bo'lganligi uchun 3 ta tilda ham o'z deb kirityapti. Agarda rus tilida bo'lsa ru shaklida yoki ingliz tilida bo'lsa n shaklida kiritishi mumkin edi. Demak, bu yerda kategoriya kimyo fanlari bo'yicha to'g'ri keladi. Muallifimiz bergan maqolasi. Davom etamiz. Oxirgi bosqich yakuniy holatlari bo'yicha tanishib chiqamiz. Bir tahrirlab ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak bo'ladi. To'n kiritilganiga, fayllar to'n kiritilgan, hisobotlar, maqolalar o'zlari alohida kiritilgan, shular bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Keyin oxirgi qismida maqolani chop etishda, nashr etish uchun mualliflik shartlari bo'yicha tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha berilgan tartibda bo'lmaydigan bo'lsa, talablar bo'lmaydigan bo'lsa, sizga nisbatan noxush holatlarga olib kelishi mumkin. Muallif misol uchun sudga berishi mumkin, agarda ko'chirmachilik bo'ladigan bo'lsa, va hokazo boshqalar. Bular bo'yicha batafsil tanishishingiz kerak. Bu yerda ko'rsatilgan talab bo'yicha siz bergan o'sha ko'chirmachilikda bizani saytimiz o'z zimmasiga olmaydi. Va buni belgilab tasdiqlaganimizdan keyin galochkani belgilaymiz. Обязательно tanishib chiqqandan keyin tasdiqlaymiz. Tasdiqlaganimizdan keyin maqola sanoat raqamli texnologiyalar ilmiy texnik jurnaliga yuboriladi va tasdiqlov jarayonlarida elektron pochtangizga xat tartibida ham yuboriladi. Bitta narsaga e'tibor berishlaringizni xohlaymiz.
Bizada elektron pochtani muallif manzilida, muallif kontaktida elektron pochtani gmail.com shaklida emas, balki email.ru yoki tashkilotni elektron pochtasi orqali ko'rsatishingiz so'raladi. Chunki gmail.comda asosan xat yuborilmaydi. Faqat tashkilot nomidagi elektron pochtalar yoki mail.ru shaklidagi elektron pochtalar yoki Yandex.ru shaklidagi elektron pochtalarga xat yuboradi. Bu jurnalimiz avtomatik shunaqa sozlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana bitta narsani eslatib qo'yamiz. Bu jarayondan keyin taqrizlash uchun, taqrizni o'tkazish uchun jurnal tahririyat tomonidan taqrizchi tayinlanadi va bu 10-15 kun vaqt oralig'ida ko'rib chiqiladi. Va dastlabki jarayonda asosan ikki bosqichli taqrizlash jarayoni bo'ladi. Birinchi bosqichlari 2-3 kun ichida dastlab ko'rib chiqiladida, keyinchalik to'lov amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Jurnalga beriladigan maqola uchun muallif tomonidan to'lov undiriladi va to'lov undirilgandan keyin ikkinchi taqriz bosqichiga o'tkazilishi rejalashtiriladi. 10-15 kundan keyin taqrizdan o'tgan maqolalarni imkon qadar saytga biza o'sha belgilangan kvartal muddatigacha bo'lgan vaqtgacha bo'lgan jarayonlarda maqolani chop etishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.